Assalomu alaykum O'zbekiston. Meniki aeroportga keldim. Muqdin akam bilan o'rtamizda sal tortishuv bo'lgandi. Men shuni nuqta qo'ymoqchiman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz MMA muxlislari. Xabaringiz bor, Saturn hamda Muhiddin Mamajonov o'rtasida konflikt tortishuv yuzaga kelgan edi. O'sha munosabat bilan Saturn Muhiddin Mamajonov Tailandga ketayotgan paytda Muhiddin Mamajonovning oldiga keldi va ular yarashib olishdi. Videoni ko'ring va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring do'stlar. Saturn janoblari. Aka, bular bitta narsa aytmoqchiman. Men xato qildim aka, tushundim aka. Hammasini tushundim. Yoshlik qildim. Men akamning o'g'lida akalik qildi, mehr dedi. Hech kim yordam bermaganda oldga tortib ukam, sen nokaut qilishing kerak, xudo xolasa. Men seni tushundim ukam, yoningizga oldim aka. Men yoshlik qildim, xatoimni tushundim aka. Alloh uchun kechiring aka. Men yana aytaman senga. Seni o'sha kuni efirda ham aytdim senga. To'g'rimi? Ukam, seni Alloh uchun kechirdim. Bunaqa bo'lib turlada senga men birorta yomon gap gapirganman. Biz o'sha kuni asadim chiqdi. Menda ham xarakter bor, senda ham xarakter bor. Nimadir bir-birimizga to'g'ri keladi. Ha, hozir ham aytaman, unda ham oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Men seni Alloh uchun kechirgan. Dalshi bos, oldinga qara, to'xtama. Umuman bunaqam yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Alloh uchun. Allohdan botish kerak. Men ham xudo xolasa men ham safarga ketyapman. Meni ham maqsadlarim bor, bilasan. Xudo xolasa. Maqsadim yo'lda, shuning uchun oldinga harakat qilib ketyapman. Hamon, bexuz. Men prosta seni ham shunda borimiz bo'lib kelishingni olaman, yomonligim yo'q. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bu bolaga nisbatan yomonligim yo'q. Omadini bersin, men faqat tizaman. Xullas kalom, men bitta arzma sovg'a olganim Tailand issiq. O'zim bormasam akamga. Bu test original aka. Va yaqinda original deganlar zapildim. Yaqinda nimalar bo'ldi endi qilayotgansizlar. Meni ham mayli, Alloh uchun kechiramiz. Bu xatolarni qayta qilmaydi, yoshlik qildi. To'g'ri yo'l ko'rsatib, xudo xolasa gazini bosadi. To'g'rimi-ku? Inshaalloh. Buni xato qilmaydi kimsa. nokaut mana 6-da urishar ekan, bitta shart. 6-da urishgan payti nokaut qilsang, men boshqacha gapiracağım. Yana bitta narsa aytay. Bundan bizga bir tiyinlik qizig'i yo'q. To'g'risi gap. Bundan bizga sizdan ming. Faqat oldinga bor, omading. Yana bitta gap. Saturndan yangi trend hit bo'ladi. Jonim akam, tog'im akam tez kunda. Mani ikkita akam bor, ikkita akam bor. Xo'sh Amirxon keladi. Bitta gul kam ekanda. Aziz do'stlar, bundan tashqari Odilxonda yaqin kunlarda jang sanasi ma'lum bo'lishligi va jangi bo'lishligi aytilmoqda va shunchaki Ulug'bek Ekashev, ya'ni Instagram orqali ko'pchilik taniydigan Ulug'bek Ekashev bilan Festa Fest bo'lib o'tdi. Buni shunchaki Festa Fest deymiz, chunki bu jang bo'lmaydi, faqatgina Festa Fest. Videoni ko'ramiz. Bekliyor davul. Bular o'zi prosta fest qildi, hamma urushadi deb o'ylamasin oğlum. O'ramish. Siz uchun aka. Nega uchun? Aziz do'stlar, bundan tashqari ko'pchilik taniydigan Gold, ya'ni Shahzod Uzoqov maktabda bo'lib o'tgan kichkina janjal haqida gapirib o'tdi. Ya'ni bu Instagram orqali tarqalayotgan ushbu videoga izoh berdi. Videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada o'z izohimizni yozib qoldiramiz. Assalomu alaykum, mujiki, yaxshimisizlar? Bir video tarqalib ketdi-da Instagramga. Mujiki, u maktab o'qiychinimmi, kollej o'qiychinim, birinchi kursli vaqtlarimda juda ko'p bo'lganda unga. Ko'chaga o'sha paytda urush qilıyor, hamma yoshligiga bo'lgan, hamma urush qilish, to'g'rimi? Bola turib berarli bo'lardi. Eshitgan bo'lsanglar, bitta turib deyapti-ki, men turib berganman, u urgan, qo'lga uxlata olmagan, keyin men tepganman, uxlagan. Undan oldin adiyatni urush qilingan. Keyin akalar bitta turib deydi, o'sha payt urarli bo'lardi. O'sha payt bo'lgan, u yoshlik payti bo'lgan. Bu yaqinga bo'lganda tarqatib yuborishapti-da, qayerdandir topishyapti. U video menga yo'q, bo'lib ketgan u.
Ular qayerdan topibdi odamlar bilmadim. Video tarqalib ketyapti. Odamlar keyin natto'g'ri mingleniya bo'ladi. Yoshligiga bo'lgan unaqa narsa. Hammaga bo'lishi mumkin u yoshligiga. Серьезно, тренировки. Серьезно. Танго.